Sal iltimos miyani ishlatinglar, bo'ldi endi. Nechta uji keldi? Bugun bitta talaba kelibdi, 21 yosh, ota-onasi olib kelgan. Shu videoni shu sochini prichoskasi o'zini sog'lig'idan, miyasidan ustun bo'lgan odamlarga yuborib qo'yinglar. Sal iltimos miyani ishlatinglar, bo'ldi endi. Nechta uji keldi? Bugun bitta talaba kelibdi, 21 yosh, ota-onasi olib kelgan. Har kuni ertalab boshini yuvib chiqarkan, har kuni. U boshi shamollagan, bir tarafida nevrit bo'lib qolgan, bir qiyshayib qolgan yuzi. U mayli MRT qildirsam, MRTda frontalniy bo'shlig'i ham, gaymerovoy bo'shlig'i ham yiringga to'lib bo'lgan. Miyani asosida asosiy suyak bor, основание черепада. Shu atyoq bergan o'sha. Yana ozgina yursa, meningensefalit bo'lib yiring o'tib ketadi. Shu muhimmi? Nahotki bir sizlarning sog'lig'inglar shu prichoskalardan bilmadim, prichoskalar shu sog'lig'inglardan afzal bo'lsa, nimaga unaqasizlar? Qachongacha shunaqa davom etadi? Oxirgi 3 oyda rosa keldi shunaqa. Iltimos, mana shu ota-onalar shu qaranglar, shu talabalarga, menga qaranglar, boshini yuvib chiqib ketadiganlar mana shu ertalab. Davlat ishlaydiganlarda ham shu odat bor. Shu bankirlarda ko'p ko'raman shu narsani. Sochini tarab yurmasa, butun dunyo shuni sochiga qarayotgandek tuyuladi. Sizlar prichoskali ichim kerak emas. Majburman shunaqa deyishga. Sal miyani ishlatinglar. Ishlatinglar bu miyani, bu og'rimaydi ishlatsanglar. Bunaqa sovuq kunlarda, qishlarda bosh yuvib nima kerak bor? Yana shapka kiymaydi. Shapka kiysa prichoskam buzilib qoladi deydi. Yo'q. Qanaqa bu fikrlash bu? Mana hozir yuvardim endi. Hozir lorga boradi. Lor uni gaymeri bo'sh teshadi. Frontalniy bo'shlig'ini ham kerak bo'lsa teshadi. U yerdan qancha yiring oladi. Ertaga bu asorat berishi mumkin. Shuni chiroyli bola invalid bo'lib qolishi mumkin. Mana ko'ryapsizlarmi? Iltimos shu videoni yuvarib qo'yinglar, shunaqa boshini yuvib yuradiganlar. Hech bo'lmasa qishda yuvmay turinglar, mayli yozda bilganinglarni qilinglar, mayli endi. Nima deymiz endi? Shu kasallikmi deyman-da, shu boshini yuvib tarab chiqmasdan yura olmaslik bir kasallik bo'lsa kerak shu menimcha. Sog'lig'inglarni asranglar, ehtiyot bo'linglar. Juda xavfli narsa bu narsa. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.